dollar, vodiychiga 750 dollardan dastavka qilib beramiz. Wow. O'zlari kelib olib kelsa arzonroq qilib beramiz. Yana 100 dollardan o'tib beraman. Yana o'zi kelib olib kelsa 100 dollardan. 100 dollardan yo'l kirasiga o'tib beraman. Ko'p va'da berib yuborasiz. 2025-yilda boshida yangi aksiyalar, yangi bonuslar bo'lib ketyapti bu yoqqa. Qoyil lekin. Endi mana yevro qolipimiz. O'zi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, nomi yevro. Lekin Yevropaniki emas aka. Bu ham xuddi shunaqa ikki tomonga ochiladigan. Xo'p. Hamma yo'g'i profil aka. Polni germetika. Profillari ham 4 ga 4. Stenasi 1.7 aka. Rossiyskiy listlardan bo'ladi aka, ko'rib turganingizdek. Aka, qarang, xo'p, bularda olinyapti. Kimdir mana 2 kishi bo'ladi, kimdir 1 kishi bo'ladi. Bu 1 kishilik qoliplarimiz qanaqa bo'ladi mashinlarimiz? Endi aka, bu komplektda mashinlar bo'lsa, qarang. Xo'p, 2 kishi ishlaydigan bo'lsa, men o'zimman, bitta yolg'izman desa, mana zakazga aravachalarni tayyorlab beramiz. Xo'p. Bitta o'zi ham kuyaveradi aka. Bu nech pul bu aravachasi? Endi bu aravachamiz aka 100 dollar dastavkasi bilan o'zi kelib olib ketsa 1 million so'm qilib beramiz. Gap yo'q. Xo'p, mana-chi pechlar, endi uylarni qurib tashadi, shumkalarni qilib tashadi. Endi mana pechlarimiz qanchadan bo'lyapti? Endi mana sovuq tushdi. Anomal sovuq boshlanyapti degan akalarimizga. Xo'p. Ekonom pechkalar tayyorlab qo'yganmiz. Akalar ko'rib turganingizdek, pechkamizning narxlari shu joyida 900 ming so'm. Dastavka qilib bersak, manzilga qarab narxlar kelishilaveradi. Demak, shetda o'zidan olib kelsa 900 dollar mana shu pechlarimiz. 900 ming so'mdan shu joyida. 900 dollar deb olibman. Uzr so'rayman, 900 ming so'mdan akalar. Dollar deb yana vahima qilib olmaylik. Akalar, qaranglar. Mana rostdan ham 1.5 ming dollarga 3 ta biznes. Mana 1600 dollar katta biznes. Xohlasalaring mana bunaqa biznes bor, bu